Assalomu alaykum. Ayollar tanasi tabiatning eng murakkab va hayratlanarli tizimlaridan biri. Har bir detal noyob. Va bugun siz ayollar haqida 99 ta hayratlanarli faktni bilib olasiz. Birinchi qism. Ba'zilari sizni hayratga soladi, ba'zilari esa umuman eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Qani bo'lmasam, boshladik. Birinchisi, ayollar yuragi erkaklarga qaraganda tezroq uradi. Ikkinchisi, ayol terisi yumshoq va sezgirroq. Uchinchisi, ayol tanasi yog' miqdori ko'proq, energiya zaxirasi sifatida. To'rtinchisi, ayollar miyasi til va hissiyot markazlaridan faolroq ishlaydi. Beshinchisi, ayol immun tizimi ko'proq viruslarga chidamli. Oltinchisi, ayollar ko'proq ranglarni ajrata oladi. Yettinchisi, ayollar og'riqqa bardoshliroq bo'lishi mumkin. Sakkizinchisi, ayol terisi kollagen miqdori ko'proq, teri yoshroq ko'rinadi. To'qqizinchisi, ayol oyoqlari moslashuvchan. 10-si, ayol ko'z qarashlari hissiyotni tez anglatadi. 11-si, ayol qoshi erkakka qaraganda tezroq harakat qiladi. 12-si, ayollar tanasi temir ehtiyoji yuqori, hayz davrida kamayadi. 13-si, ayollar yurak urishi tezroq. 14-si, ayol oshqozon kislotasi ko'proq, oziq-ovqatlarni tez hazm qila oladi. 15-si, ayollar suyaklari yumshoqroq va elastik. 16-si, ayollar terisi quyoshga sezgir. 17-si, ayollar soch tolalari yupqaroq va ko'proq. 18-si, ayollar tirsak va tizza bo'g'imlari moslashuvchan. 19-si, ayollar ko'zi yorug'lik va ranglarga sezgirroq. 20-si, ayol tana harorati barqaror. 21-si, ayollar tanasi gormonlar kayfiyatini boshqaradi. 22-si, ayol qorin mushaklari moslashuvchan, homiladorlikda yordam beradi. 23-si, ayol ko'krak bezi sezgirligi yuqori. 24-si, ayollar ovqat hazm qilish tizimi samaraliroq. 25-si, ayol til mushaklari nozik harakat qiladi. 26-si, ayol hissiy signallarni tez anglaydi. 27, ayollar qovurg'a tizimi yumshoqroq va moslashuvchan. 28, ayollar ko'z qorachig'i ranglarni aniqroq ajrata oladi. 29, ayollar tanasi energiya yog' qatlamlarini chaqlaydi. 30-si, ayol immun tizimi gormonal o'zgarishlarga moslashgan. 31, ayol soch o'sishi sikllik tarzda tezroq. 32, ayollar ko'krak hajmi gormonal o'zgarishlarga moslashadi. 33, ayol ko'z yoshi tarkibi himoyalangan.